Assalomu alaykum. Nurmat Imomov yana sizlar bilan. Endi esa e'tiborlaringizga hazil tariqasida yozilgan she'rimni havola etaman. Hay hay boyib qolardim, ne istasam olardim, kerilib viqor solardim, bir qop pulim bo'lganda, yurmay boshimni qashlab, ketmonli qo'ldan tashlab, yotar edim yon boshlab, bir qop pulim bo'lganda, ochar edim korxona, ketardim boyib yana, yashar edim shohona, bir qop pulim bo'lganda, bo'lmasdi men kabi boy, balki ko'plar hoynahoy solardi soyamga joy, bir qop pulim bo'lganda, orzuga yo'qdir ayib, o'tirmasdim mung'ayib, yayrardim quloch yoyib, bir qop pulim bo'lganda. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Omon bo'ling, qadrli muxlis.